Shu tortimizni tayyorlanish jarayonini birgalikda ko'rib chiqamiz. Boshqa tortlarimizning narxini videoni oxirida aytib o'tganman. Biskvitni molekuli suvda propitka qilib, ustidan morojniy krem surib oldim. Bize bananlarni terib chiqib, ustidan keyingi biskvitni qo'yib oldim. Keyingi sloy shokoladni bo'lgani uchun molojniy shokoladni eritib olib, krem bilan aralashtirib surib oldim. Ustidan tozalangan olchalarni, Millennium shokoladni и yong'oqni sepib oldim. Ustiga biskvitni qo'yib olib, kremga malina solib aralashtirib oldim. Shu usulda qilinsa mazasi yogurtga o'xshab zo'r chiqadi. Tayyorlab olgan kremimizni solib olib, ustidan yana bitta bo'lak biskvit qo'yib oldim. Propitka qilib krem surib, ustidan Snickers nachinka surib oldim. Ustiga biskvitni yopib, muzlatishga moroziniyga bir kunga solib qo'ydim. Biskvit yaxshilab muzlab olish kerak bo'ladi. Bo'lmasa oralaridan bezatilgan kremlar oqib chiqib ketadi. Ustini tekislab olib, gulla terib, chiroyli qilib bezatib oldim. Tortimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, baho beringlar. Tortimizning bo'yi ham rosa baland bo'lib ketdi. Endi narxiga keladigan bo'lsak, bu 16-18 kishilik tortimizning narxi 500 ming so'm. Nima deb o'ylaysizlar? Bu tayyorlagan tortimizning narxiga arziydimi? Kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Aytgancha, klient xohishiga ko'ra krem nachinkalarini ko'proq yoki kamroq qilib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.